Alloh taolo bu ummatni eng afzal ummat qildi va buning sababi bu ummat haqqa da'vat qiluvchi ummat edi. Johil insonlarni da'vat qilganda hikmatli bo'lish kerak. Eng xatarlisi, hozirgi yoshlar ko'p yomonliklar qarshisida qolgan. Bir tarafda turli botil fikrlar, shubhalar, ateistik qarashlar bo'lsa, ikkinchi tarafda shahvat, fisq, fasod fitnalar. Qur'on va sunnat yangi avlodga ham xitob qiladi. Ularni barcha savol o'ylariga to'liq javob beradi. Hozirgi og'ir holat ham faqat Qur'on va hadisga qaytish bilan isloh bo'lishi mumkin. Agarki bu oyatlar insonning fitratiga, ichki hissiyotlarga xitob qiladi. Shuning uchun hozirgi yoshlarga ham Qur'on va hadis bilan xitob qilish kerak. Bu ikkisidan boshqa narsa bilan isloh qilish kerak deganlar bekor gapni aytibdi. Albatta bu oyatlar qalbdagi iymonni uyg'otadi. I'lamu annalloha yuhyil arda ba'da mawtiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nabiyyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz aka-uka, opa-singillar, barchalaringiz xush kelibsiz. Bu majlisimizda hozirgi vaqtda eng dolzarb bo'lgan mavzu haqida so'z yuritamiz. Bu mavzu yoshlarni qanday da'vat qilamiz? Hozirgi rivojlangan zamonda ulg'aygan yangi avlodga qanday xitob qilamiz? Aslida Allohning diniga da'vat qilish payg'ambarlarning vazifasi. Alloh taolo aytadi: Robbingiz yo'liga hikmat va yaxshi va'z nasihat bilan da'vat qiling va go'zal uslubda ular bilan bahs munozara qiling. Allohning diniga da'vat qiluvchi kishilarni Alloh taolo maqtagan va da'vat qilish Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vazifalari ekanini Alloh xabar berib shunday degan: Ayting, bu meni yo'lim. Men ochiq hujjat bilan Allohga da'vat qilaman va menga ergashganlar ham ochiq hujjat bilan Allohga da'vat qiladilar. Bu oyatda Rasulullohga ergashuvchi bo'lgan mu'minlar ham kitob va sunnat asosida Allohning yo'liga da'vat qilishlari aytilgan. Alloh taolo bu ummatni eng afzal ummat qildi va buning sababi bu ummat haqqa da'vat qiluvchi ummatdir. Alloh taolo aytgan: Insoniyat uchun kelgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz. Sizlar yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar. Bir qancha oyat hadislarda da'vat uslublari bayon qilingan. Yuqoridagi oyatda Robbingiz yo'liga hikmat bilan da'vat qiling deyildi. Johil insonlarni da'vat qilganda hikmatli bo'lish kerak. Birinchi eng muhim asoslardan boshlash kerak. Ularga halol harom haqida gapirishdan oldin iymonni tushuntirish kerak. Va'z nasihat bilan da'vat qilish esa ilmi bor, ma'lumotga ega, lekin amal qilmaydigan insonlarga, shaytonning so'ziga kirib, g'aflatda bo'lgan kimsalarga munosib bo'ladi. Haqiqatni bilgan, lekin amal qilmagan insonlarga ta'sirli, yaxshi va'z nasihat qilish kerak. Ajabmas to'g'ri yo'lga qaytib qolsa. Uchinchi toifa insonlar esa noto'g'ri ma'lumotlar sabab turli shubhalarda qolgan, botil fikrlarda bo'lgan kimsalardir. Ular bilan chiroyli uslubda bahs munozara qilinadi. Biz shunday zamonda yashayapmizki, hozir yangiliklar juda tez ketma-ket chiqyapti. Va mana shu yangiliklar ichida yangi avlod vujudga keldi. Hozirgi yigit-qizlar o'zlariga xos ko'p xususiyatlarga ega. Ma'lumotga ega bo'lish ular uchun juda oson. Aqlli qurilmalarni o'zlashtirishlari, ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazish, turli film, kontent, o'yinlar. Bu avlod turli madaniyatlar qarshisida qolgan. Ular turli fitna fasodlarga erta-yu kech guvoh bo'lyapti. Oldingi avlodlarning holati bu darajada emasdi. Bu avlodning intilishi ham, izlanishi ham o'zgacha. Chunki ular tezlik bilan bo'layotgan o'zgarishlar, cheksiz ma'lumotlar orasida yashayaptilar. Dunyoning bu chekkasida turib, u chekkasidan ma'lumot oladilar. Yoki Avstraliyada o'tirgan bola Meksikadagi yoki Kanadada o'tirgan bola bilan turli o'yinlar o'ynaydi. Dunyoni turli chekkasida bo'lgan odamlar bilan aloqa qiladilar. Hozirgi avlod yashayotgan yangiliklar orasida virtual olam ham bor. Virtual olamning aslida haqiqati yo'q, lekin insonni qandaydir bir hayotda yashayotgandek qilib qo'yadi.
Buni ijobiy jihati bo'lishi mumkin, lekin salbiy jihatlari ham ko'p. Virtual olam hatto pul muomalasiga ham kirib kelgan. Ilgari oltin, kumush, tangalar bilan muomala qilingan. Keyin qog'oz pullarga o'tildi va qog'oz pullar oltin, kumush bilan himoyalandi. Keyinchalik qog'oz pullarni oltin, kumush bilan himoyalash bekor bo'ldi. Keyin bank hisob kartalari bilan muomala qilina boshladi. Endi virtual pullar paydo bo'ldi. Hozirgi vaqtda Bitcoinga o'xshash kriptovalyutalar juda rivojlangan. Kriptovalyutalar murakkab algoritm asosida maxsus dasturlar bilan yaratiladi va hozir katta narxlarda sotilyapti. Lekin uning tagida hech qanday moddiy boylik yo'q. Maxsus kompyuterlarda dasturlab murakkab kodlar orqali yaratilgan. Shunga qaramay, pul sifatida qabul qilinyapti. Bu yangi avlod ana shunday murakkab zamonda ulg'aygan ekan, demak oldingi avlod bilan yangi avlod orasida farq katta. Shuning uchun bu yangi avlod bilan muomala qilganda, ularni da'vat qilganda juda hikmatli bo'lish lozim. Eng xatarlisi, hozirgi yoshlar ko'p yomonliklar qarshisida qolgan. Bir tarafda turli botil fikrlar, shubhalar, ateistik qarashlar bo'lsa, ikkinchi tarafda shahvat, fisq, fasod, fitnalar. Ba'zilar aytganidek, bu avlod bir qarasang his-hayajonga to'lgan, bir qarasang hayratda qolgan, bir qarasang unday, bir qarasang bunday. Ya'ni biz hozir faqat atrofimizdagi yoshlar haqida gapirmayapmiz, balki dunyodagi yoshlar haqida, musulmonlarning farzandlari bo'lsin yoki musulmon bo'lmaganlarning, umuman yoshlar haqida gapiryapmiz. Bu avlod shu holatda yashayotgan bo'lsa ham, lekin ularning kuchli jihatlari ham ko'p. Ular ta'sirchan, kuchli, aqlli, ulardagi hissiyot va emotsiyalar o'zgacha. Ular jamiyatda hech qanday o'rni bo'lmaslikka rozi emaslar. Balki ular o'z ta'sirlari bo'lishini, qaror qabul qilinayotganda ishtirok etishni xohlaydilar. Bu avlod ba'zi narsalardan qanoat hosil qilib bo'lgan. Lekin ular qanoatlangan narsalarda bor bo'lgan xatolarni tuzatish lozim. Ba'zi yosh kattalar bu avlodni qattiq tanqid qilib, ularni koyib tashlaydilar. Bunday muomala qilish katta xato. Biz bu avlodni da'vat qilmoqchi bo'lsak, ularni koyib, tanqid qilishni to'xtatish kerak. Sizlar muvaffaqiyatga erishmaysizlar. Sizlar manman bo'lib ketgansizlar. Odamlarga aralashmaysizlar. O'zlaringizni virtual olamingizda yashayverasizlar deb urushaversak, biror natijaga erishmaymiz. Bizning maqsadimiz bu yosh avlodni Allohning diniga da'vat qilish. Shunday ekan, biz ulardan nimani xohlashimiz kerak? Ularni Allohning diniga qaytishlari, Qur'on va hadis ma'nolarini bilib, unga amal qilishlari, shariat hukmlarini tushunib, halol va haromni o'rganib, o'z hayotlarida tatbiq qilishlari, hayotlarini yurish-turishlarini Allohning diniga muvofiq islom shariati ko'rsatganidek o'tkazishlari. Biz ularni mana shunday bo'lishlariga harakat qilmoqimiz lozim. Shunday ekan, biz bu avlodni islomda tarbiya topishini, Qur'on va hadis asosida ulg'ayishini xohlaymiz. Bizning bu maqsadimiz oldingi avlodlar uchun ham xuddi shunday. Biz barchani islom diniga mukammal amal qiluvchi bo'lishlarini xohlaymiz. Chunki payg'ambarlarning asl da'vatlari ham shunday bo'lgan. Ular barcha odamlarni Allohga qaytishga, Allohning diniga to'liq amal qilishga chaqirganlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, u yangi avlodda bo'layotgan o'zgarishlar juda ko'p va juda tez. Va bu avlodga din dushmanlarining yomon ta'siri ham juda kuchli bo'lyapti. Ha, hozirgi zamonda ko'p yigit qizlarni, yosh kattalarni ham, hatto yosh bolalarni ham axloqsiz qilishda, dindan uzoqlatishda din dushmanlari ko'p maqsadlarga erishdilar. Ha, hozir turli fisq fasod, botil fikrlar, mulhidlik deysizmi, boshqa kufr fikrlarni aytasizmi? Bunday narsalar keng tarqalgan. Lekin men sizlarga eslatmoqchi bo'lgan narsa, ey birodarlar, e'tibor beringlar. Dunyoda har qanday avlod bo'lishidan qat'iy nazar, farqi yo'q. Bu avlod bo'ladimi? Oldingi avlod bo'ladimi? Yoki kelajakda keladigan yana yangi avlod bo'ladimi? Har qanday avlod bo'lsin, ularning hammasiga Qur'on xitob qilgan. Shunday emasmi? Axir Qur'onni nozil qilgan zot Alloh taolo kelajakda sodir bo'ladigan barcha narsalarni bilgan-ku.
oldingi davrda yashaydigan, keyingi davrda yashaydigan barcha avlodlarni Alloh taolo azaldan bilgan-ku. Oyatda aytilganidek, Alloh o'zi yaratgan narsalarning qanday ekanini bilmaydi, albatta biladi. U kichik, daqiq narsalarni ham biluvchi, hamma narsadan xabardor zotdir. Demak, Qur'on va sunnat yangi avlodga ham xitob qiladi. Ularni barcha savol o'ylariga to'liq javob beradi. Har qanday yangi avlod kelmasin, ularning madaniyati butunlay o'zgacha bo'lmasin, dunyo qarashi juda keng bo'lsin, turli ilmlarni juda chuqur o'zlashtirgan bo'lsinlar, juda globallashgan davrda yashasinlar. Qur'on va hadis ularning hammasiga xitob qilgan. Haqiqat nima ekanini bayon qilgan, ularning barcha muammolariga to'liq yechim ko'rsatgan. Ba'zida aytiladi: "Yoki ukalar, hozirgi yoshlarning holati juda xatarli, bunga e'tiborsiz bo'linyapti. Bu yangi avlod turli botil fikrlarga kirib ketyapti. Ko'pchiligi butunlay axloq odobini yo'qotgan" deb aytiladi. Ha, bu holat bor. Lekin bu holatni isloh qilish imkonsizmi? Qur'on va hadisda bunday holatlarga yechim aytilmaganmi? Yo'q, unday emas. Albatta, Qur'on va hadisda har qanday holatga yechim bor. Hozirgi og'ir holat ham faqat Qur'on va hadisga qaytish bilan isloh bo'lishi mumkin. Agar kimdir Qur'on va hadis faqat oldingi avlodning holatini isloh qilishga munosib, u yangi avlodga emas deb aytayotgan bo'lsa, u butunlay botil, ahmoqona fikrni aytibdi. Hech shubhasiz, Alloh taolo kelajakda nimalar sodir bo'lishini bilgan. Texnologiyalar rivojlanishi, internet, ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'lishi, dunyo globallashishi, bularni barchasini Alloh bilgan. Albatta, Qur'onda zikr qilingan mavzular mana shu yangi avlodga ham to'g'ridan to'g'ri xitobdir. Shu o'rinda Qur'ondan ba'zi oyatlarni zikr qilamiz. Alloh taolo aytadi: "Ular shunday o'zlari yaralab qolganmilar yoki ularning o'zlari yaratuvchimilar? Yoki ular osmonlar va yerni yaratgandirlar? Yo'q, ular hargiz ishonmaydilar. Yoki Robbingiz xazinalari ularning qo'lidami? Yoki ular egalik qiluvchimilar?" Bu xitobni albatta yangi avlod tushunadi. Boshqa oyatda: "Yaratuvchi bo'lgan zot bilan yaratishga qodir bo'lmaganlar teng bo'lurmi?" Boshqa oyatda: "Sizlar guvoh bo'lib turgan bu mavjudotlar Allohning maxluqotlaridir. Allohdan o'zgalar biror narsa yaratganmi? Qani ko'rsatinglarchi." Boshqa oyatda: "Osmonlar va yerni kim yaratgan? Sizlarga osmondan yomg'ir, suv yog'dirgan va shu suv sabab go'zal bog'larni o'stirgan zot kim? Sizlar bu bog'lardagi daraxtlarni o'stirishga qodir emasdingiz. Bu narsalarni Alloh bilan biror iloh qilganmi?" Yo'q, albatta. Yana boshqa oyatda: "Yerni barcha jonzotlar uchun qarorgoh qilgan, uning oralaridan daryolar oqizib qo'ygan va yerga tog'larni mustahkam o'rnashtirgan, hamda ikki dengiz, sho'r va chuchuk suv orasida to'siq qilib qo'ygan zot kim? Ularni Alloh bilan birga boshqa bir iloh qilganmi? Qiyinchilikda qolgan odam duo iltijo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan va qiyinchiligini ketkazadigan zot kim? Sizlarni yerda avlodma-avlod davom ettirib qoldirgan zot kim? Uni Alloh bilan birga biron iloh qilurmi? Kamdan kam eslatma ibrat olursizlar. Allohdan o'zga biror yaratuvchi sizlarga osmon va yerdan rizq berurmi? Allohdan o'zga biror yaratuvchi sizlarga osmon va yerdan rizq berurmi? Yo'q, albatta. Ey payg'ambar, ularga ayting: agar Alloh quloqlaringizni kar va ko'zlaringizni ko'r qilib qo'ysa va qalblaringizni muhrlab qo'ysa, Allohdan o'zga qaysi bir iloh bu a'zolarni sizga qaytarib berur? Qani menga aytinglarchi. Boshqa oyatda: qanday Allohga kofir bo'lasizlar? Axir sizlar dunyoga kelishingizdan oldin jonsiz edingiz. Alloh sizlarga jon ato etdi. Sizlar xotinlaringizga to'kadigan ma'ni urug' haqida hech o'ylab ko'rdingizmi? Uni sizlar komil inson qilib yaratasizlarmi yoki biz yaratuvchimizmi? Sizlar yo'qadigan o't olov haqida hech o'ylab ko'rdingizmi? Uning daraxtini sizlar paydo qildinglarmi yoki biz paydo qiluvchimizmi? Bir qancha oyatlarda fikr qilinglarchi, xabar beringlarchi deb barcha insonlarga xitob qilingan. O'simliklar haqida ham: uni sizlar undirib o'stirurmisizlar yoki biz undiruvchimizmi? Ya'ni kim don urug'larni ajratib undan yangi niholni chiqardi? Ularni hammasini yaratgan kim? Oyana Alloh taolo aytadi: sizlar ichayotgan suv haqida o'ylab ko'rdingizmi? Uni bulutlardan sizlar yog'dirdingizmi yoki biz yog'diruvchimizmi? Boshqa oyatda Allohning oyatlaridan uning cheksiz qudratiga dalolat qiluvchi alomatlardan biri: u zot sizlarning otangiz Odamni tuproqdan yaratdi. Uning oyatlaridan yana biri: sizlar orom olishingiz uchun Alloh taolo o'zlaringizdan bo'lgan juftlarni yaratdi. Uning oyatlaridan yana biri: u zot osmonlar va yerni yaratdi va sizlarning tillaringiz va ranglaringizni xilma-xil qilib qo'ygandir. Ey yoshlar, sizlar dunyoga ochilyapsiz. Turli tillarni eshityapsiz. Har xil rangli odamlarni ko'ryapsiz. Bir otadan yaralib, bunday turli-tuman bo'lib ketish ham Allohning oyat mo'jizalaridan. Va yana boshqa oyatda
Allohning oyatlaridan, uning cheksiz qudratiga dalolat qiluvchi alomatlardan yana biri osmonlar va yerni yaratishi va Alloh ularda tarqatib yoyib yuborgan jonzotlar. Alloh o'z xohlagan vaqtida ularni jamlashga qodir zotdir. Yosh yigit-qizlarga bu yangi avlodga ushbu oyatlar bilan xitob qilish foyda bermaydi deb o'ylaysizmi? Nima ular bu oyatlarni tushunmaydimi? Alloh taolo Qur'onni tushunish uchun oson qilib nozil qilmaganmi? Eng yangi avlod ham albatta bu oyatlarni eshitsa ta'sirlanadi. Chunki bu oyatlar insonning fitratiga, ichki hissiyotlarga xitob qiladi. Fikrlashga, aqlni ishlatishga chaqiradi. Albatta bu oyatlar qalbdagi iymonni uyg'otadi. Shuning uchun hozirgi yoshlarga ham Qur'on va hadis bilan xitob qilish kerak. Bu ikkisidan boshqa narsa bilan isloh qilish kerak deganlar bekor gapni aytibdi.